Bakteriyalar polisaxaridlardan tashkil topgan hujayra devoriga ega bo'lib, ularga kuch va qattiqlik beradi. Bu juda muhim, chunki bakteriyalar tez-tez duch keladigan turli xil eritmalar tufayli osmotik bosimning o'zgarishini boshdan kechiradilar va ularning hujayra devorlari ularning qisqarishi va shishishiga to'sqinlik qiladi. Eslatib o'tamiz, aksariyat hollarda bu erituvchi molekulalarning yarim o'tkazuvchan membrana orqali kamroq konsentrlangan eritmadan ko'proq konsentratsiyaga o'tishi va membrananing har ikki tomonidagi konsentratsiyani tenglashtiradigan jarayondir. Deyarli barcha bakteriyalar hujayra devorlari kauchuk qatlami deb ataladigan peptid polisaxarid qatlamiga ega, shuningdek murin sifatida ham tanilgan. Bagi tarmoqni tashkil etish uchun shakar va aminokislotalardan iborat polimer bo'lishi kerak. Bakteriyalarni ularning hujayra devorlarining kimyoviy va fizik xususiyatlariga ko'ra gram musbat va gram manfiy bakteriyalarga ajratish mumkin. Gram musbat bakteriyalar 30 qatlamdan iborat qalin hujayra devoriga ega. Bu hujayra devori bitta plazma membranasi bo'lgandir. Gram manfiy bakteriyalar juda yuqori hujayra devoriga ega bo'lib, ularga o'xshash bir qavatli polimerdan iborat. Bu qatlam kauchukka o'xshaydi. Gram musbat va gram manfiy bakteriyalarni kristal binafsha rangga bo'yash va keyin ularni bo'yoq eritmasi bilan yuvish orqali farqlashimiz mumkin. Musbat bakteriyalar kristalli binafsha rangni saqlab qoladi va binafsha rangda qoladi. Gram manfiy bakteriyalar esa pushti rangda ko'rinadi. E'tibor bering, gram musbat bakteriyalar ham kontrastli pushti rangga aylanadi, ammo ular quyuqroq binafsha rang bilan bo'ladi. Bakteriyalarning izchil farqidir. Tribuna idishida gram musbat bakteriyalar qalin, ko'p qatlamli peptagin qatlamga ega bo'ladi. Gram manfiy bakteriyalar ikki sababga ko'ra o'lib qolmaydi. Ularda kristalli binafsha rangga to'sqinlik qiluvchi tashqi membrana mavjud va ularda hayratlanarli darajada peptid saqlaydi. Gram musbat va gram manfiy bakteriyalar patogen gram manfiy bakteriyalar bo'lishi mumkin. Ular qalin hujayra devori tufayli antikorlarga nisbatan ko'proq chidamli bo'lishi mumkin. Afsuski, bu bakteriyalar ham tezroq qarshilik ko'rsatadi. Patogen bakteriyalar kislotaga chidamli bakteriyalardir. Genostent sinovdan o'tgan bakteriyalar binafsha rangga aylanishi mumkin. Oksid fast bakteriya va gram o'zgaruvchan bakteriya. Oksid fast bakteriya hujayra devorlarida ayniqsa dog'larni yaxshi saqlaydi. Gram o'zgaruvchan bakteriya bo'yalganda pushti va binafsha rangning aralashmasini hosil qiladi. Gram o'zgaruvchan bakteriya kislotaga chidamli hisoblanadi. If you like this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Patreon. If you have any topics you'd like me to cover, please leave a comment.